Dyson Spot Scrub AI bu oddiy texnologiya emas, bu uyingizni sizdan ham yaxshi tushunadigan texnologiya. U shunchaki yurmaydi, u harakat qilmaydi, u qaror qabul qiladi. AI yordamida polni skaner qiladi, yashirin kir va dog'larni aniqlaydi va u dog'li ketmaguncha qayta o'sha joyni tozalaydi va yana qayta tekshiradi. Agar mukammal bo'lmasa, o'sha joyga yana qaytib boradi, chunki bu texnika uchun yarim toza degan tushuncha yo'q. 18000 paskal premium darajadagi kuch. 190 dan ortiq obyektlarni taniydi, to'qnashmaydi. Bir vaqtda o'zida ham yuvadi, ham pilisos qiladi. O'zini o'zi har aylanishda tozalaydi. Har xil pol turlariga moslashadi. 200 minutgacha to'xtamasdan ishlaydi. Siz ishda bo'lishingiz mumkin yoki dam olayotgan bo'lishingiz mumkin yoki umuman yashashingiz uchun bu Dyson uyingizni ancha toza ushlab berib turadi. Dyson Scrub AI bu texnika emas, bu daraja. Faqatgina iMobile do'konlarida eng hamyonbop narxida xarid qilib ketsanglar bo'ladi. Shunaqa gaplar.